Marg'ilon shahar markazida to'g'rida Oygul savdo majmuasi, bu tomonimizda dehqon bozori. O'shani ro'parasida Agrobank Smart ofis ochilgan. Ushbu joydagi ofisning qulayliklari kirganingizda shunaqangi ikkita bankomat bor. Ikkalasi ham farqi yo'q, tanlamaydi, tushaveradi. Ushbu bankomatda naqd pul olsangiz ham bo'ladi, keyin dollar sotib olsangiz ham bo'ladi. Keyin sizda Agrobank plastik kartasi bo'lsa, ushbu apparat orqali naqd pulingizni kartaga tashlasangiz bo'ladi. Buni qanaqa tashlaymiz deganlar uchun til tanlaymiz, kartani to'ldirish, hamma o'ziga mos kartasini yozadi. Xo'p, karta ulangan nomerni yozamiz. Keyin shunaqangi familiyalar karta raqam chiqadi, tasdiqlasangiz ushbu joyga keyin pulni qo'y deydi. Ushbu joyga pulingizni qo'ysangiz, davom etish qilsangiz kartangizga foizsiz tashlab beradi. Bu foiz faqat Agrobank plastik kartalar uchun amal qiladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.